Voy, hoji aka, sizga bundan kattasini topa olmadim. Ya'ni bo'lajak hoji akaga. Ya'ni kichkina hoji akalar bor, jigar. Mana bu mashinani bitta ko'rib o'rasizmi? Bizda baloni bo'lsa bo'ldi. Hamma yo'lda reklama qilamiz. Mana qarang, eksklyuzivli mashina va buni ko'rib o'rish kerak, do'stlar. Qarang, bisem suvlarini ustiga qo'yib qo'ydi. Bu Rolls-Royce Phantom deydimi, shunaqa bir modeli, faqat eski modeldan eksklyuziv do'stlar. Yurmayapti jigar. Ha, bu qarang, ketdi. Ichlari va bu mashina $16,500. $16,500 deymi? Yo'q, $16,500 so'm. Bu akamiz endi shunaqa igrushka, shunaqa o'yinchoq va shunaqa avtomobillarni eksklyuzivlarini sotadigan magazini bor ekan. Aloqaga chiqasiz. Buni faqat salonimizga olib kelganligi uchun 2 dona olib kelibdi. Bitta bu mashinani o'zini, bitta mana katta bolalar uchun mana bunday velini ko'tarib ketdi. Magaziniga ham boramiz, chaqiradi. Chaqirmasa bo'lmaydi. Qo'voramiz jigar 16,500 ga. Har xili bor, saytlari ham bor ekan. Описаниеda nomer bor, telefon qilib, adresiga borib, jigar. Mana farzandga olib berasizmi? Faqat meni bolalarim ko'rmasa yaxshi edi shunichi. Hozir meni tushirib ketdilar toza pulga. Bosib boramiz. Bundan kattasini topa olmadim. Mini hoji aka deb bosqansiz. Like'ni har bir farzandi bor. Jigar. Har bir farzandi bor. Aka-uka opa-singillarimiz like bosmasa, xafa bo'laman. Farzandingiz bormi? Bosing. Agar farzandi yo'qlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo farzand bersin, mana shunday mashinalar sovg'a qilishlik nasib qilsin har bir ota-onaga.